Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar. Bunga yaqin qonun loyihalarini muhokama qilishimiz kerak. Bolaning eng ustun manfaati tushunchasi qo'shildi. Fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligiga bo'lgan huquqlaridan, shuningdek ijtimoiy axloqiy manfaatlaridan hamda o'ziga xos xususiyatlardan kelib chiqib, bola ishtirokida va uning fikri inobatga olingan holda belgilanadigan hamda himoya qilinadigan manfaatlari degan tushuncha shakllandi bizda bu yerda. Haqiqatda bizda fraksiyamizda ko'tarilgan takliflar mas'ul qo'mita va ishchi guruhi tomonidan ko'rib chiqildi. O'tgan safar ham aytganman, men bu qonuncha qo'llab-quvvatlaydigan nima emasman. Eng faol fraksiya deputatlar mana shu qonun loyihasi bo'yicha Milliy tiklanish fraksiyasi bo'ldi. Savol bor edi, men faqat mutaxassislardan iltimos qilardim shu savolimga bitta fikrlarini berishini. Bitta narsa qolyapti, bu jabrlanuvchi tomonga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar. Haqiqatan o'tgan safar birinchi o'qishda berilgan takliflarimiz inobatga olingan. Shuning uchun qonun loyihasini qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiq. Biz qadriyatlarimizdan kelib chiqib bu masalaga qarashimiz kerak. Yevropa, G'arb bizga o'rgatayotgan aql o'rgatishidan kelib chiqib emas. Bizning qadriyatlarimizda bolani hurmat qilish, bolani qadriyat sifatida, kelajakka yaratuvchi sifatida avaylab asrash degan maqsadlar uchun xizmat qiladigan qonun.